Assalomu alaykum obunachilar. Sizlar bilan 30 kunlik challenge'imizning 5-kuni. Bugun sizlar bilan search insert position degan masalani yechamiz. Bu masalaning shartini o'qib olib, keyin kod yozishni boshlaymiz. Bu masalada qisqa qilib aytganda, bu algoritm tartiblangan ro'yxat ichida qidirilayotgan sonni yoki uni joylashishi kerak bo'lgan o'rnini juda tez har safar qidiruv maydoni 2 barobarga qisqartirib topadi. Agar son ro'yxatda bo'lsa, uni hozirgi indeksni yo'q bo'lsa, tartibni buzmasdan qo'shish mumkin bo'lgan yangi indeksni aniqlab beradi. Bu masalani kod yozishni boshlaymiz. Left null, right len nums -1 ozroq kasal bo'lib qolganimga shuncha bo'layapti. Push left right right o'rtadagi indeksni topamiz. Ya'ni mid left plus right minus left. Chiziq 2. Agar maqsadli qiymat topilsa, uni indeksini qaytaramiz. F nums mid teng target return mid. Agar o'rtadagi qiymat targetni kichik bo'lsa, umum tomonga qidiramiz. Mid elif nums mid target left mid plus 1. Agar o'rtadagi qiymat targetdan katta bo'lsa, chap tomonga qidiramiz. Else right mid minus 1. Agar element massiv ichida topilmasa, left ko'rsatkichi u joylashishi kerak bo'lgan to'g'ri indeks ko'rsatib turadi. Return left. Va kodimizning natijasini tekshiramiz. Kodimizda xatolik chiqdi. Bu xatolikni topishga harakat qilamiz. Xo'sh, left val left right. Bu kodimizda bizdagi xatolik bu while'ni tagidan if else lar yozganimiz. Chunki if else bu yerdan yozilishi kerak emasdi. Va elif buni ham suramiz. Else buni ham suramiz. Va buni ham. Bu Pythonda sintaksis xato hisoblanib, bu ham xato deb topiladi. Va kodimizni tekshiramiz.
Endi natijasi to'g'ri chiqdi. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz ham bizni challenjimizga qo'shiling.